Assalomu alaykum, hormaylar. Charchamayapsizlarmi, tuzumsizlar? Bizda mashina qo'ylarni olib kelish, so'yish, razdelka, upakovka, marli, lapatka, to'nka, ashqal, dushqal hammasi o'zimizdan. Kelginsizlar, bizni ketganimizdan keyin ayolinglar, onanglarni qo'lidan hidi kelmasin desanglar, mashinalarni olib ketib, o'zimiz sizlarga xasblar solib, kallalarni solib, yeydigan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol xohlagan paytingizda murojaat qilsangiz bo'ladi. 24 soat qo'ylarimiz bor. Xohlagan vaznli qo'yni, xohlagan joyingizga yetkazib olib borib so'yib beramiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Kelib, xohlasanglar kilosiga olasizlar, xohlasanglar oyog'ida olasizlar. Qishloq, pishloq, dala, palla, mol bozor, pol bozor, Captiva, Malibularga ortmaysizlar. O'zimizning Matiz bor, Matizga ortib o'zimiz olib boramiz. Sizlar qiynalmaysizlar, bemalol. Sizlarning qiyinchiliklarni biz oson qilamiz. Nomer opsiyaning tagida turadi har doim. Lokatsiyaga xursand bo'linglar. Samarqand darvoza. Darvozaliklar bo'lsa like bosib oladi hali bemalol. Atmetka qilib o'rtoqlarni. Uylardagi har xil tadbirdagi qo'yilib bizning zimmamizda. Bemalol murojaat qilavering. Umringlar uzoq, tanajoninglar sog' bo'lsin. Rahmat kattakon, charchamanglar.